Eng muhimi aziz birodarlar, ota-onalarimizni duolarini olaylik. Ularni xursand qiladigan hadyalar bilan, mukofotlar bilan ziyoratlar qilaylik. Agar birga yashaydigan bo'lsak, albatta ular xohlagan joyga olib borish, agar imkon bo'lsa, yo'qsa ular xohlagandek hayit kunini e'tiborli o'tkazishga harakat qilaylik. Agar ota-onalarimiz vafot qilib ketgan bo'lsa, ularning haqlariga sadaqa joriya qilaylik. Ularning dugonalari, ularning do'stlarini ziyorat qilib, ota-onam hayot bo'lganlarida ularni ziyorat qilgan bo'lardim. Siz menga ota-onamni eslatasiz deb ularni ziyorat qilib, ularning do'stlarini xursand qilaylik. Zero ota-onamiz vafot qilgandan keyin ularning yaqinlarini, ularning do'stlarini ziyorat qilishimiz go'yoki ota-onamizni ziyorat qilgandek. Ularga yaxshilik qilishimiz bo'lsa, go'yo ota-onamizga yaxshilik qilgandek bo'lar ekan. Bunday ziyoratlarga borayotganda albatta farzandlarimizni, o'g'il-qizlarimizni olib olaylik. Toki ular uyda ko'rganini qiladi. Mana shu narsani ko'rsinki, vaqti kelib ular sizni ham, bizni ham shundoq hayit kunlarida ziyorat qilishadi.